Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Andijon davlat tibbiyot instituti urologiya kafedrasi katta o'qituvchisi Hamrak Obidjon Ashurmatovich. Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumiz bepushtlik, erkaklar bepushtlikka bag'ishlangan. Hop. Bepushtlik nima o'zi? Bepushtlik bu bir yil muddat oralig'ida kontratsetiv vositalardan foydalangan holatda jinsiy munosabatda bo'lgan juftliklarda homilani bo'lmasligi bu bepushtlik deyiladi. Endi epidemiyaga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bepushtlikni tarqalishi dunyo bo'ylab ko'rilganda 15% tashkil qiladi. G'arbiy Yevropada 19%, AQShda esa 14%. Bepushtlikni o'zi 30% erkaklar tashkil qilsa, 35% ayollar, 15% ikkala jinsdagilar, 15% yana idiopatik, ya'ni sababi noma'lum. Hop. Ushbu diagrammamizda mana ko'rsatib turilibdi. Demak, tekshiruvlar, retrospektiv analizlar olib borilganda 20 yil oldingi tekshiruvlarda ko'rsatib tekshirilganda, demak, spermogrammani 1 ml konsentratsiyasi, demak, 300 milliondan 60 milliongacha biz 1 ml normada qabul qilingan bo'lsa, vaqtlar o'tishi bilan 120 million, 50 million norma bo'lyapti. Keyinchalik bu yillar o'tib 60 milliondan 20 milliongacha, demak, 1 ml konsentratsiyasi norma hisoblanyapti va hozirgi kunda 1 millilitr spermatozoidlar, eyakulyatsiya tarkibida 15 million spermatozoidlar bo'lishini biz norma deb qabul qilyapmiz. Xo'p, nima sababdan bu hozirgi kunda bunchalik tushib ketyapti? Demak, 60 milliondan hozirgi kunga 15 millionga tushib ketyapti. Buni endi turlicha talqin qilishimiz mumkin va quyidagilarga bo'lishimiz mumkin. Xo'p, bepushtlikni ta'sir etuvchi omillar, ximik omillarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Fizik omillar, maishiy omillar. Ximik omillarga keladigan bo'lsak, tashqi muhit ta'sirida hosil bo'lgan turli xildagi ximik birikmalar, estrogen hamda antiandrogen moddalarni ishlab chiqarishdagi ximik birikmalardan aromatiklar, efir ftalantlar hamda birikmadagi moddalar, bu birikmali moddalar androgen hamda estrogenlarga qitirlovchi ta'sir ko'rsatadi. Va shu bilan birga, demak, spermatozoidlarda spermatogenezga nojo'ya ta'sir ko'rsatib, uni ishlab chiqarishiga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Endi undan tashqari, shu bilan bir qatorda qishloq xo'jaligida, chorvachilikda, hayvonlarni dezinfeksiya qilish maqsadida ishlatilgan DDT degan mahsulotlar, undan tashqari demak, yuqorida ko'rsatilgan shu mahsulotlar inson hayvonga sepilganda, dezinfeksiya qilinganda, bu mahsulot hayvon terisi orqali go'shtga o'tib, undan iste'mol qilishimiz mumkin bo'ladi va ularni organizmga toksik ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Ulardan tashqari og'ir metall tuzlari, benzin, ammiak mahsulotlari hamda farmakologik preparatlardan sedativ preparatlarni ko'p iste'mol qilish, sulfonilamid preparatlar, nitrofuran unumlari, tuberkulozga qarshi preparatlar, H2 gistamin blokatorlari, gipotenziv preparatlar, diuretiklar, yurak glikozitlari, o'sma kasalliklarga qarshi preparatlar, ular ham ximik omillar ishga kirib ketadi. Undan tashqari rentgen hamda radioaktiv nurlanishlar, elektromagnit nurlanishlar, bular ham demak bepushtlikni ximik omillarga kirgizishimiz mumkin. Undan tashqari keyingi omilimiz bu fizik omillar. Hop, ma'lumotlarga qaraganda fizik omillar ham spermatogenezga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Shu jumladan yuqori harorat, doimiy ravishda vanna, sauna qabul qilish, ishlab chiqarishdagi issiqliklar, vibratsiyalar, bular ham demak spermatogenezga ta'sir ko'rsatar ekan. Endi maishiy omillarni kiritishimiz mumkin. Maishiy omillarga nimalar kiradi? Ma'lumki, alkogol mahsulotlarni ko'p iste'mol qilganda bu jinsiy hujayralarga, ya'ni ledi hamda sartoriy hujayralarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Alkogol mahsulotlarni ortiqcha, ya'ni uzoq muddat
iste'mol qilib yurgan insonlarni tekshirilganda, demak, ularni moyaklarida, demak, moyak hujayralarida, kanalchalarda fibrozlar, ya'ni fibroz to'qimalarga aylanish kuzatilgan va bu faqat Sertoli hujayrasi sindromi deb nomlangan. Endi bepushtlikni tasnifiga keladigan bo'lsak, bepushtlik demak quyidagi tasniflarga ega: birlamchi bepushtlik, ikkilamchi bepushtlik, sekretor bepushtlik, ekskretor bepushtlik, aralash bepushtlik, idiopatik hamda noma'lum sababli bepushtliklarga bo'lishimiz mumkin. Xo'p, bepushtliklarni demak davolashdan oldin diagnostika, ya'ni qanday tekshiruvlar olib borishimiz kerak? Bemor kelgan vaqtda birinchi o'rinda birlamchi ko'rik, ya'ni anamniz yig'ish. Anamniz nima uchun kerak? Demak, bemorning ishlash joyi, zararli odatlari, kraska bilan ishlash yoki ximikatlar bilan ishlaydigan sanoatlarda ishlaydigan bemorlarimizda yoki radiatsiya bilan ishlaydigan bemorlarda, shuning uchun bemorlarni demak ishlayotgan joylarini aniqroq bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kerak bo'lsa seksopatolog, androlog, nevropatolog, endokrinolog maslahatlari kerak bo'ladi. Genetik tekshiruvlar qilishimiz kerak, anketa savolnomalari hamda laborator tekshiruv usullari. Laborator tekshiruv usullaridan demak birinchi eng arzoni hamda tez natija oladiganimiz bu spermogrammalar. Ikkinchisi tekshiruv usullarimiz bu antispermal antitela, akrosomal reaksiyalarni baholash, erkin radikallarni aniqlash testlar bor. Prostata suyuqligini sitologik hamda bakpassiv asosda tekshirish, to'sh infeksiyalarini aniqlash, undan tashqari spermani bakteriologik tekshirish, gormonal tekshiruvlardan FSG, LG, prolaktin, tireotrop gormonlarni tekshirishimiz mumkin. Ya'ni gormonal tekshiruvlarni albatta qilishimiz kerak bo'ladi. Endi biz sizlar bilan demak ko'proq spermogramma ko'rishimiz mumkin, ya'ni tanishib chiqamiz. Demak, spermogramma qanday qilinadi va uni tahlil qilish. Hop, bemorlarni tekshiruvga tayyorlash vaqtida demak diagnostik ahamiyatga ega. Tekshiruvchi 3-7 kun jinsiy aloqadan saqlangan bo'lishi kerak. 7 kundan ortib ketsa spermani harakatchanligi pasayishi kuzatilar ekan. Shuning uchun albatta 3-7 kun oralig'ida bo'lgan yaxshiroq. Tekshiruvdan oldin albatta quyidagi holatlar mumkin emas. Ya'ni spirtli ichimliklar ichmagan bo'lishi kerak. Tekshiruvchi vannalar qabul qilmagan, issiq vannalar hamda har xil preparatlar ichmaslik kerak. Tana harorati yuqori bo'lmagan holatlar bo'lishi kerak bo'ladi. Spermogramma demak laboratoriya sharoitida masturbatsiya yo'li bilan topshirish maqsadga muvofiq. Eyakulyatni chiqarish uchun asosan demak sovun hamda so'lakdan foydalanish taqiqlanadi, faqat vazelindan foydalanish mumkin. Chunki bularning o'zi ham eyakulyatni tarkibi bilan aralashib, noto'g'ri xulosa chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Hop, normada spermatozoidlarning harakatchanligi demak 2 soatdan so'ng 20% ga pasayishi kuzatiladi. Bu tashqi muhitda. Endi eyakulyatlarni tekshirish. Makroskopik tekshirishimiz mumkin, mikroskopik tekshiruv, biokimyoviy tekshiruv, biologik tekshiruv, immunologik tekshiruv. Hop, eyakulyatning tarkibiy qismlari. O'zi eyakulyat normada demak 1.8, 3.5-5 ml gacha bo'ladi. Buni tarkibi asosiy 65% urug' pufakchasining suyuqligi, 30% prostata bezining suyuqligi, 5% esa spermatozoidlar tashkil qiladi. Hop, makroskopik tekshiruv, ya'ni bunda birinchi qovushqoqligini aniqlash, eyakulyatning yopishqoqligini Hodgson usulida eyakulyatni suyultiriladi. Suyulgan holatda bajarish mumkin bo'ladi. Buning uchun maxsus vezikometr yoki shishasimon tayoqchadan foydalaniladi. Bunda hosil bo'lgan ipcha santimetrlarda o'lchanadi. Normada 0.5-2 santimetrgacha cho'zilgan bo'lishi mumkin. Agar sperma tarkibidagi suyuqliklar
cho'zilishi 2 santimetrdan oshib ketadigan bo'lsa, demak bu ham patologiya hisoblanadi yoki 0,5 dan kam bo'lsa, bu ham patologiya hisoblanadi. Yopishqoqlik ortib ketgan vaqtda demak spermani qid ichida harakatchanligi pasayishiga olib keladi. Endi kinezogramma bu nima degani? Demak spermatozoidlar harakatchanligini aniqlashda A, B, C, D kategoriya bo'yicha aniqlanadi. Normada spermatozoidlar 1 soatda 30 santimetrgacha harakat qiladi. A kategoriya tez va to'g'ri chiziq harakat qiluvchi, chiziqda harakat qiluvchi, ularning harakat tezligi 0,025 mm/sekunddan kam bo'lmagan spermatozoidlar kiradi. Endi B kategoriyadagilarchi. Bu ham to'g'ri chiziq bo'yicha harakat qiladi, lekin bularning tezligi 0,025 mm/sekunddan kam bo'ladi. O C kategoriyadagilar esa to'g'ri chiziq bo'yicha harakat qilmaydi, ular o'z o'qi atrofida aylanib yuradi. D kategoriyadagisi esa bu demak umuman harakat qilmaydigan spermatozoidlar hisoblanadi. Endi spermatozoidlar mana A, B, C, D bo'lib chiqyapmiz. A 25%, B 25%, C 2%, D 50%. Endi hozirgi kunda A plus B ya'ni 32% dan yuqorisi biz normada hisoblaymiz. Endi agglutinatsiya nima degani? Agglutinatsiya bu demak spermatozoidlarni demak bir-biriga yopishib qolishi. Yopishib qolishi bo'lishi mumkin. Boshi bilan boshini yopishib qolishi mumkin, dumi bilan dumi yoki boshi bilan tanasi demak bir-biriga yopishib qolishini hisobiga bu harakatchanligi cheklab qo'yish mumkin yoki harakatchanligi susayishi mumkin. Keyingisi agglutinatsiyani baholashda demak plus ko'rsatkichlar qo'yiladi. Bunda bitta plus bo'lsa bu nima rivojlangan agglutinatsiya deyiladi. Ikkita plus bu demak sezilarli darajada agglutinatsiya, ya'ni bu ko'ruv maydonida 20 tagacha bo'lgan spermatozoidlar to'plamlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agglutinatsiyaning 3 ta yoki 4 ta plus bilan ko'rsatilishi bu og'ir darajadagi agglutinatsiya deb baholashimiz mumkin. Bunda demak farzand ko'rish imkoniyatlari ham ancha pasayib ketadi. Mana bu demak mikroskopik ko'rinishi spermatozoidlar agglutinatsiyaga uchragan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Endi leysitin donachalari nima? Bu modda yaltiroq donachalardan iborat bo'lib, me'yorda eyakulyat tarkibida ko'p miqdorda bo'ladi. Prostatitlarda esa uning miqdori kamayadi. Surunkali yog'lashlarda umuman ko'rinmaydi. Amiloidoid tanacha yumaloq shaklda bo'lib, kesilgan daraxt tanachasiga chiziqlarga o'xshaydi. Buning paydo bo'lishi dimlangan prostatit va prostata bezi giperplaziyasida kuzatiladi. Endi rangsiz, yaltiroq to'g'ri burchakli yoki romsimon shakldagi ko'rinishdagi shakllar. Bu spermatozoidlar yoki eyakulyat tashqarida sovug'da qolgan vaqtlarda demak shunaqa shaklga ega bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni eritrotsitlar normada eyakulyat tarkibida eritrotsitlar bo'lmaydi. Ularning paydo bo'lishi gemospermiya deyiladi. Bu holat asosan o'tkir vezikulit, ya'ni o'tkir epididimit, moyak tuberkulozlarida yoki raklarida bo'lishi mumkin ekan. Endi epiteliy hujayralari bu nimada? Epiteliy me'yorda eyakulyat tarkibida epiteliy hujayralar kuzatilmaydi. Agar uretra va uretraning prostatik qismida yallig'lanish belgilari bo'lsa, unda epiteliy eyakulyat tarkibida kuzatilishi mumkin yoki ayol bilan qo'shilgan holatlarda eyakulyat topshirganda, demak shu tarkibdagi qin tarkibidagi epiteliy o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Leykotsitlar ma'lumki, demak bu yallig'lanishni ko'rsatadigan, belgilaydigan ma'lumot. Ya'ni normada eyakulyat tarkibida mikroskopik ko'rganimizda 6-8 tagacha leykotsitlar bo'lishi bu norma, bundan ortib ketishi esa bu patologiya. Ya'ni jinsiy yo'llarda yallig'lanish borligidan dalolat beradi. Demak, eyakulyat konsentratsiyasi nima degani? Demak, Makler hamda Galayev kamerasida ko'rganimizda normada 1 ml eyakulyat tarkibida 20 million, ya'ni hozirgi kunda 15 million berilyapti. Umumiy eyakulyat tarkibida esa 40 milliondan kam bo'lmasligi kerak. Agar spermatozoidlar 20 milliondan kamayib ketsa, bu oligospermiya deyiladi.
Bu patologik spermatozoidlar. Sperma boshchasi patologiyalari demak bo'lishi mumkin har xil. Demak, mana rasmda ko'rsatilgan birinchidagi normal spermatozoid bo'lsa, ikkinchisi boshi katta, boshi kichik, ikki boshli, ikkita dumli yoki boshi uchli yoki bo'yni qiyshiq. Shunaqa bu patologik spermatozoidlar bu bo'lishi mumkin ekan. Bunisi esa biologik, ya'ni tekshiruv hisoblanadi. Bunda sxema proba kursida milliyalar deb o'tkaziladi. Bu demak ayol kishini shilliq servikal shillig'idan surtma olib, erkak kishini spermatozoidlarini qo'yib tekshirganimizda, demak ularga qarshi antitelo hosil qilib, spermatozoidlarni umuman shilliq qavatga o'tkazmaydi, qarshilik ko'rsatadi.